xil rejimda ishlaydigan brushiterimizni Cobalt mashinamizni uстановка qildik. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Orqa qismini almashtirganmiz, o'zimizdan chiqadigan ikki xil rejimda vakuumda ishlaydigan 4 yo'nalishni qo'yib berganmiz. Qolgan joylari zavodskiy holatda. Chiqib ketishiga kirib qo'yishni sitkalarni qo'yib berganmiz. Chiroyli namoyish qildik. Hozir ishlashini ko'rsatamiz. Hozir o'chiq holatda. Gaz beravering. Bitta ochamiz. Yopamiz. Ochamiz. Zo'r. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon qo'ysangiz, ishlarni chiroyli qilib bajarib beramiz.